Xitoylik ko'rsatardi, ustiga chiqib, sakrab, ana shunaqa raskalli tushkidan olib kelib qo'yganmiz. Mana bu karkazlari hamma joyi to'liq metal bo'ladi. Mana bunaqa bir ikkita ayrim joylarda plastmassa qo'yilgan bo'ladi. Bu materiallari qalin bo'ladi. Mana bu orasida yumshoq sinfoniya ham bor. Suvga, namga chidamli matolardan hisoblanadi. Buni yana bitta yaxshi tomoni 6 ta oyog'i bor. 6 ta oyog'ida ham mana shunaqa legirovka qiladigan joyi bor. Masalan, dam olishga chiqqaningizda, mana bunaqa do'ngalik yoki qiyshiq qo'ng'irroq joyga turib qolsangiz, raskalli tushgan ikkinchi oyog'i ko'tarilib qoladi. Oddiy raskalli tushganlar yotsangiz, og'irlik o'sha oyog'iga tushib, ko'pincha o'sha sababdan sinib qolishi mumkin. Buni legirovka qilib olasiz. Mana bu yog'ini knopkasi bor. Shuni bitta bossangiz, mana mashina balandligiga moslashib oladi. Bu oyog'ini ham bitta knopkasini bosib tushirib qo'ysangiz, tekis ishlashni boshlaydi. Yotganingizda og'irlik bir tekisda hamma yoqqa bir xil yoyaveradi. Shuni hisobiga raskalli tushgangiz ancha ko'proq muddat ishlayverishi mumkin. Agar suyanib o'tirmoqchi bo'lsangiz, buni ham iloji bor. Mana shu bosh tomonni ko'tarib, bemalol kreslo qilib o'tirsangiz bo'ladi. Yig'ishtirib olish oson. Mana shunaqa kitobga o'xshab taxlanib yig'iladi. Ko'tarib yurishingizga qulay qilib ishlangan. Xullas, narxiga arziydigan narsa. Hozirgi kunda bu narsaning narxi 1.200.000 so'm turadi. Yana bitta narsa, buni materiali, metali, qalin, ingichka har xil modellari bo'ladi. Olayotganingizda o'sha narsaga adashib qolmang.